Assalomu alaykum. Ilhom O'z kanalining hurmatli obunachilar, bugun sanamiz 12-may 2025-yil akalar. Nasib bo'lsa Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani o'zimizda Ilm mahallasidan akalar sotiladigan 2 dona g'inojinimiz bor akalar. Bittasi uchinchi qoringa bo'g'oz, bittasi sigirlikka tayyor g'inojinimiz akalar. Tug'magan g'inojinimiz. O'sha mashhur o'zimizda arzonchi Misha ukamizdan akalar judayam ko'p akalarimiz so'radi. Ilhom Misha akamizdan mol chiqar, oldim, baraka topdim deyotgan insonlarga Misha akamiz telefon nomerlarini qoldirib o'tib ketaman. Bemalol telefon qilib bog'lanib akalar olaverasizlar. Pulini yengil qo'yaman deyapti. Mendan olgan odamman baraka topsin, bundan keyin yana izlasin degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, mana hozir Misha akamiz sherda g'inojinlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Obzorlarini sifatini ko'rib akalar narxini shunga qarab qo'yamiz. Albatta bog'lanib cho'tka narxda qo'yib beraman deyapti. Dastlabkilarini ham kelishamiz. Hozir g'inojinlarni ko'rsatib, obzorlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Akalar ko'rib o'zlaringiz bahosini va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Like, kommentariy akalar ko'pincha like so'rayman. Shuning uchun likedan sizlarga plan bermaydi. Shuning uchun ko'proq like bossalaringiz keyingi odamga yetib borishga harakat bo'ladi akalar. Shuning uchun akalar hammaga omad, nasib bo'lsa 25 mingdan oshdik, nasib bo'lsa 100 mingga ham boramiz sizlar bilan akalar. Bo'lsa videolar boshladik. Akalar, hurmatli kuzatuvchilar, mana shu 3 oylikqa bo'g'oz g'inojinimiz, mana ko'rinishlari, mana sifatlari akalar, mana ko'ramiz, o'zlaringiz bahosini beraverasizlar akalar. Mana aka, orqa ko'rinishlari g'inojinimizni. Mana aka, birinchi qoringa nasib bo'lsa 3 oylik bo'g'oz. Mana. Bu birinchimiz, hurmatli kuzatuvchilar, bu birinchisi. Ikkinchisini ham ko'rsatamiz. Mana. Ikkinchimiz akalar. Bo'g'oz emas bu? Yo'q, uni qisir, ha? Lekin bir baqaki o'tib ketdi, qo'ymadik. Ha, bir navosga keldi, qo'ymadik. Hali bu qochmagan deyapti. Mana sigirlikka akalar sifati o'ta ajoyib, mana. Ikkosi ham sifati yaxshi deyapti mana. Ikkinchisi akalar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu g'inojinlarimiz. Bu 3 oylikqa bo'g'oz. Birinchi mart kuni qochgan. Birinchi mart kuni qochgan, ha? 2 oy to'lib 3-oyga o'tdi. 2 oy to'lib 3-oyga o'tdi deyapti bunimiz. Birinchisi. Bo'g'oziga 100% garantiyalari bor. Ertachi yo'q, lekin kechki bo'g'ozi, lekin aniq. Aniq. 100% garantiyalari bor. Mana. Bu ham zo'r ekan, sifati zo'r. Mana. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu 2 dona nasib bo'lsa, bu hali qochmagan, o'zlaringiz buni qo'yib olaverasizlar. Nasib bo'lsa, bir kelib o'tgan, endi kattarasi yer bo'lsa qo'yilmaganda. Ha, endi o'zini yoshiga to'lib, nasib bo'lsa, bahor keladi-da, endi egalari o'zlari qo'yib olaveradi, olgan insonni o'zlari qo'yib olaveradi. Ha, lekin sifatlari o'ta ajoyib, hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshi mol. Mana aka. O'zimizda shu jaydari sigirni bolalar. Bizda obunachilarga buni birinchisini seni o'zi xalq ko'rib bo'ldi-da, arzonchi deb. Kelishtirib, yopishtirib, cho'tka narx qo'y. Nech pul qilib beramiz? Bularda dangal, men savdo ham qilmayman sen bilan. Seni o'zi olgan odamlar sendan baraka topdi o'zi. Misol shu aytgan narximdan keyin ham savdo bo'lyapti. Hamma davolim. Shunday. Yildan arzon qilib beraman ancha. Shunday. Yildan ancha arzon senda bo'lyapti-da. Shunday, ha. Endi nima deyman? Mana bu bo'g'ozga nasib bo'lsa yaxshi mol bo'ladi, qochgan, aniq. 15 so'rayman. 15 million savdosi bor. Savdo, ha. Yana nechta pul o'tib berasan? Endi u yog'ini telefonda gaplashamiz mayli. U yog'i telefon orqali jazman ishqivozni telefon qilsa bo'lsa yaxshilab kelishtirib beraman. 15 million savdosi bor. Bu birinchimiz, hurmatli kuzatuvchilar. Ikkinchi oyda to'ldirib, 3-oyga o'tdi deyapti. Qochganda u ham hisob. 1-mart kuni qochgan ekan, hurmatli kuzatuvchilar, mana shu. Lekin sifati o'ta ajoyib, rangi ham toza, badani ham zo'r ekan mana. Ana aka, buni nech pul qilib beramiz? Buni bu ham yaxshi mol, nasib bo'lsa qochib ketadi, xudo xolasa. Inasi kattasiga. 13,5 deyman. 13,5. Ha, savdosi bor, savdosi bor. Agar
Bir joyga aytayotgan bo'lsak, Mhm. 28 million deyman. Savdosi bormi? Savdosi bor. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Misha akamiz aytayapti-ki, 28 million so'm savdosi bor. Jupiga olaman deyotgan insonlarga 28 million so'm savdosi bor aka. Hurmatli kuzatuvchilar, arzon qo'ydi. Bundan keyin ham arzon qo'yaman deyapti. Mendan olgan odamlar ham baraka topdik. Aka, rahmat deb telefon qilib o'ziga ham bog'lanyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bunaqangi narx hali ichida bo'lmagan ham. O'zimizni ukamizdan olgan odamlar baraka topyapti. Qayerdan qayergacha Pazdarg'om dostavka people. Samarqandchiga besplatno. Ha, Pazdarg'om rayonga. Pazdarg'om rayonga besplatno. Ha, Mashinlar bor. u yog'ini kelishamiz agar boshqa. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda chiqarib beraverasan. Keyin kelishamiz. Yana ham savdolar bormi? Yetkazib berish xizmati bor, u yog'i kelishilgan holat. Kelishgan holatda. Bizda obunachilarga nechta qilib berasan? Dangal aytdi. Yana ham sendan Endi juda bilmadim, endi bu yog'ini savdo telefondan qilamiz. telefonda. Ana aka, hurmatli kuzatuvchilar, qolgani sir bo'lag'aysan deyapti. Olgan odam sira telefon qilsalaringiz, mana bu qisir akalar hali ho'kizga kelgan, o'tib ketgan deyapti. Yoshini to'ldirib qo'yib beraman deyapti. Agar novosa kelib qolsa, ha. Mana aka, yeyishlar akalar mana bidaga qo'yib qo'yibdi. To'proqni ham kameraman deyapti. Mana to'proq bersangiz ham kamirib tashlayman. Menga shu iyi bo'lsa bo'ldi deyapti. Og'ili iyi bo'lsa bo'ldi, ketaveraman deyapti mana. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana bu 2 oyda to'ldirib 3-oyga o'tgan deyapti, lekin o'ta ajoyib sifatlari o'zimga ham yoqdi. Hurmatli kuzatuvchilar, o'ta yengil quydi mana shuni akalar. O'zlaringiz ko'ryapsizlar mana. 15 million so'm savdosi bor mana bu. Mana aka. Sifatlari o'ta ajoyib. Mana aka. Lekin yaxshi ekan mana. Yeyishlari o'zlaringiz ko'rib o'tiribsizlar akalar. Real mana. Mana aka. Yaxshi sifatlar. Ya o'zi ma'lumda, o'zi yeyish ichishlar ma'lum. Sog'lom mol, mana o'zi rangi o'zi ochiq o'tiribdi. Yaxshi mol. Sifatlari o'ta ajoyib bo'la. Birdan o'zgaradi. Jupiga 28 savdosi bor. yana ham savdosi bor. 28 million so'm jupiga qo'yilyapti. Bo'lgani yo'q, shpetgacha bundan keyin ham bo'lmaydi. Bundan keyin ham xafa bo'lmaydi. Olgan odam sendan norozi bo'lib chiqib ketmagan. Yo'q, hali hech kim norozi bo'lmaydi. Shunday. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol telefon qilaverasizlar. Ukamiz telefon nomerlari pastdagi ekranlarda bo'ladi. Bemalol bog'lanib, ololmay qolgan insonlarga yana ham topib berishga harakat qilasan. Hurmatli kuzatuvchilar, bittadan like'lar bosib, kanalimizga ham mana shu videoni aka-ukalaringizga podelitsiya qilib yuborib qo'yingizlar. Tona, bo'g'oz qidirib yurgan akalarimiz juda ham ko'p, shuning uchun bog'lanib, so'rab olyapti. Bu birinchisimiz. 2 oyda to'ldirib, 2 oylik to'ldirib 3-oyga o'tdi deyapti. Bo'g'ozliga 100% deyapti. Mana bunimiz akalar yana ham ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Bunimiz qisir deyapti. Novosga keldi deyapti. O'tkazib qo'ydim deyapti. Endi olgan odamning o'zlari qo'yib nasib bo'lsa novosga qo'yib olaveradi. Yaxshiroq novosga, lekin ikkovsi ham akalar juda ajoyib. Badani ham zo'r, sifati ham zo'r mana. O'zlaringiz ko'rib o'tiribsizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana aka. Hammaga omad, nasib bo'lsa inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sizlar bilan Ilhom o'z kanalining admini bo'ldi. Hammaga rahmatdan like'lar bosib qo'yamiz jigarlar. Mana o'zimizni aba ukamiz Rossiyadan qaytdi. Mana bu ham nasib bo'lsa. Aba qanday bo'ldi Rossiya? Ishlar zo'rmi? Rossiya yaxshi aka. Bilmadim endi kimni. Mana. Tashga chiqdim, Alloh kirib ketaylik deb, Misha Azonchi deganiga bir aylanib keldim men. Qanday bo'lyapti? Mollar qanday, sifatlar? Hozir bisiga, gavdasiga yarasha normalmi menimcha. Ha. Bozorda ham ko'ryapsan o'zing. Narxlar ham baland. Biz mol ko'tarilib ketdi, lekin bu yerga nisbatan arzonroq. Bizni yoqdagi Rossiyada ukalaringga salom yo'llab qo'ysang ko'radi ular ham. Rossiyadalarga mazga salom, musofirlarga omad. Shunday. Soqqani qilsin, qaytsin. Mana aka, молодец. Ipiska adini salom. Ana aka. Mana itbollariga. Mana aka, dasht hayotini ko'rsatib qo'y. Dasht hayotma, men 5-yildan beri bugun dashga keldim. Ana aka. Odam ancha sog'indim bu yerda. O'zim ham shu yerda yuraydim, 5 yil oldim. Shunday. Aylanib davom Lekin ketyapmiz-da. toza havo almashtirib ketayin degan senda. Mana aka. Xamos kanalga a'zo bo'lingizlar. Shunday. Xamos eng yaxshilarni va'da qiladi. Shunday. Hammaga omad, nasib bo'lsa inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Nasib bo'lsa.
Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu sigirlarimiz, g'inojinlarimiz sotiladi. Itiriq shoshilamiz. Misha ukamizdan nasib bo'lsa chiqyapti. Arzon qo'yyapti. Shuning uchun ertaroq telefon qilsalaringiz ishlarimiz bitadi, hurmatli obunachilar. Hammaga omad, nasib bo'lsa inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik.